Men bu prostatani shu 20-yili boshlanganda ukol dori qilib yurib oxiriga kelib to'xtatdi, endi chidamay qoldik. Burun juda qiynalardik. Masalan, bir yerga kiradigan bo'lsak ham darrov u yoqqa qaralardi. Hojatxona qayerda bor deb. Jo'ralar, do'stlar bir yerda o'tiramiz desa ham o'zingizni tortib qolasiz ekanda. Nimagaki o'zingizni dardingizni bilasiz. Bu kasallikni 2020-yili sezganman. Shu dori darmon qilib, u yoq qilib saqlab yurganimdan baribir bir kuni kattalashib oshkora bo'layotgandi. Mana Toshkentdagi Yunusobod mana yerda mana Xudo xolasa 2 kunda tuzatib javob beryapti. Burun har bir soatda bir chiqsam, hozir mana bugun ertamandan beri suv ichib, choy ichib 2 mahal zo'rga chiqdik. Bu sinovlardan o'tdik, hammasi yaxshi. Men shunday maslahat berardimki, kechiktirmasdan ertaroq kelgan yaxshi ekan. Dardni oldini olib, shunga harakat qilinglar ham. 1 soatga qolib qolmasdan qo'zg'alasiz. Bu yerlarga o'ynashga borishga ham men atga nima qilardim? Bormayman deb qo'shilmadim. Nimagaki? Qiyinchilik bo'lardi. Endi Xudo xolasa mana yaxshi, mayga keldik. Xudo xolasa yaxshi bo'lib ketadi. Sog' salomat bo'linglar. O'zingiz qoniqdingizmi shu holatdan? O'zim kelib, o'zim nima qilib Mana shu siz oldingi holatingizdan keyingi holatingizga o'tgandan keyin qoniqdingizmi? ha, albatta qoniqdim. Masalan, aytibman, burun gapni ochig'i achish bilinardi. Hali tuzalmadi-yu, yo'q. Burun shu grant suv ochilsa ham, shirillasa ham qistardi. Hozir уже sezyapman, yo'q. Mana bet yuyapman, qo'l yuyapman. Shunday narsalar bo'ldi. Endi hozir yo'q.